Bir ko'chada yurib qishloqni ham topib oldim. Endi nimalar bor qishloqni tekshirmoqchiman. Xo'sh, nimalar bor? Voy. Xo'sh, qishloqda hech kim yo'q. Tushunmadim, kim u? Yo'q, assalom. Salom, siz kimsiz? Mening ismim Bobur Minecraft. Sizniki nima? Men Ender bo'laman. Bu qishloq kimniki? Meniki. Rostdan. Ha, sotib olganman men. Mabodo kompotli uyi yo'qmi? Kompot uyi yo'q. O'tda hech kimga berilmaydi. Meniki. Qayda? Yo'q, hazillashdim. O't yo'q bizda. Kompot uyini o'zi buzib, boshqa joyga ketgan. Ha, shunday deb. 13-qishloqda, 13-qishloqda endi kompot ketgani biz 14 qo'ydik. 14 ga ketgan, aslida bizga endi 14 bo'ldi, u yer 13 bo'ldi. Nima, sizlar kuchaymaganmisiz? Qachon sotib oldingiz bu qishloqni? Men kecha sotib oldim. 20 ming zumradga. Yo'q, xudo 20 mingta. Kompot 1,5 ming ichida almazan borda shunga. Shunday deng. 100 ming keldi, men almazan qo'shib berdim. Menga uy berasizmi? Uy beraman. Ba'zida katta uy beraman dedi. Zerikib ketibsiz shekilli. Anchadan beri o'yinchi ko'rmadingizmi? Yo'q, o'zim ham endi kirdim, o'yinchilar yo'q edi. Shunday deng. Endi bu qishloqda birga yashaymiz. Mabodo mendan pul so'ramaysizmi? Yo'q. Rahmat. Menda o'zimda hamma narsa bor. Shunday deng. Hozir birga endi O'g'rasam kreativga o'tib, любой narsa olaman. Yo'q. Kerak emas. Yaxshi odam ekansiz. Bizni oldingi qishlog'imizda meni haydashganda uyimni men ham qishloqdan chiqarib yubordim. Men o'zim ishlab pul topib mana shu qishloqqa sotib oldim. Bu qishloq menga yo'qdi. Ovqat kerak menga. Nima desiz, men to'ding. Olmay turing, jitillardan so'rang. Bu to'g'ri meniki emas. Ovqat kerak edi-da, yugurish. Hozir jitillarni so'rab olaymi? Jitil. Anamga o'zini ovqating ber. Olaverar ekansiz. Xohlaganchanmi? Ha. Kartoshka yo'qmi? Bilmayman. Boya yiqilganimga jonim ketdi-da. Menda, ha. Keling, ovqat beraman sizga. Bering ozgina. Mana bu sizga. Qani? Xo'sh, yuringchi unda. To'xtang, kamera yoniq ekan-ku. Salomlashmaysizmi obunachilar bilan? Ha, salomlashaman. Qani? Salom bolalar, sizlar bilan Ender Brian. Meni kanalim yo'q, yaqinda o'tmoqchiman men ham. Zo'r. Salom. To'xtang, urib o'rning. Yeng. Hop. Barchaga salom bolalar, sizlar bilan birgalikda men Ender bola va Orolda survival videosini ko'rdinglarmi? Qanaqa ekan menga bilmayman. Men yangi qishlog'imdan haydab o'rdim va 14-qishloqqa kelib oldim mana. Endi men Ender Brian bilan birga yashayman. Bu qishloq meniki bolalar, kim demasa, nima desa. Qishloq sir bo'lmasa, qishloqning nomi nima? Qishloqqami? 14-chi dedim-ku. Shunday deng. Biz nima o'tirib olaman. Anchadan beri o'yinchi ko'rmagandim Minecraftda. Men hech kim ko'rmaganman anchadan beri. Bola yo'qolib ketdi, merdan chiqib ketgandi. Shunga men kam ko'ryapman odamlarni. Siz ham kuchaymagansiz hali. Hamma narsamni olib qo'ydilar men. Men qishloqdan ketganimda hamma narsamni pul, hamma narsamni olib qo'ydim men. Shunga men hozir ishlab zo'rg'a pul topib narsalaringiz qanida? Narsalarim o'qishlarda. Hozir bu yerda o'zim ham pulni endi tushundim sizni. Ishlagansiz, hech narsasiz pulni olib bu qishloqni sotib oldingiz. Endi tushundim. O'zim ham kecha sotib oldim. Mana shu qishloq. Hozir oldingizga ketyapman. Men toshga olyapman. Menda hech qarab keling. Men oldim, keldingiz. Tosh beraymi hozir? Yo'q, hozir o'zim olib olaman. Birka boshqa narsalarim bor mana. Ha, bo'ldi. Tapor kerak emas, toshdan qilmang. Ana yerda shaxta ko'rdim, shaxtaning ichida temir bor ekan. Olsam men hozir borib, shuni sizga bo'lishamiz. Siz bilan o'zim toshli kirga yasab olaman. Menga ham bitta yasab bera olasizmi? Men tapor. Hamma narsani yasab beraman. Menda tosh ko'p.
zo'r odam ekansiz. Oldin qishlog'imizda o'yinchilar bunaqa qilishmasdi. Sizga Hammasi qizg'anchiq. bitta tapur. Chubim qolmadi aka. O'z chub yasadim. Tayoq yasadim mayda. O'zim yasadim bo'ldi. Bo'ldimi? O'zimga yasamanda men. Xo'sh, buni oldim, bu yoqqa buni oldim. Menda уже hamma narsa tayyor. Bo'ldi. Mana bu yerga tapur olamiz. Yuring endi qishloqlarni qishloqlarni qo'l qilamizmi? Nima? Qishloqlarni qo'l qilamizmi? Qanaqa qo'r? Qo'l. Mana versak sizniki. Versak meniki aytgancha men versakim qani deb yurdim. Mana. To'xtab turing aka. Yuringchi, tepalarga boraylikchi. Men belkurak bilan ko'ylak turman. To'xting. Endi chiqib boraman. Hozir men unitarimni taxlay yotdim. Endi mana bu toshli bormi? Bu kerak emas. Yo'q, bu. Tashlaveramiz. Buni qo'yamiz. Hali qachon kiyim olamiz? Shunga hayronman. Temirdan kiyinish kerak baribir. Xo'sh. Xo'p. Hozir men tepaga chiqib oldim. Ko'raychi. O'zi kechqurun bo'lishni boshlashi. Qayerda nima bor edi? Pastga sakrayapman basseynga. Mazza. Tepaga chiqib oldim mana. Vop! Vuy! Qanaqasiga sakradingiz? Tushgani bir blok qoldi. Agar o'sha blokka tekkanimda o'lardim. Suvni ichiga tushdim. Yo'q, sabzi oldim. Mana suvni ichida qolib ketdi. Agar qattasiz? Men seni ko'rdim. Ketyapman. O'tir. Bu yerda sabzi katta bo'libdi. O'zimizga qaysi uy kerak? Mana hozir xohlagan uyingizni tanlang. Tortmang. Hozir to'xtan kamerani to'xtatib turamiz-da, divan olganlarimizni, ashulani ko'rsatamiz keyin. Bunachilar qaranglar, biz shuncha payt aniq qildik, to'y yurdik, hech narsa topmadik. Bitta men bu bilan bitta tovuq go'shti topdik mana. Mana bu qayerga ketdingiz? Nechta? Bitta. Menda ham bitta. Yana bitta kerak. Mana bu yoqqa qo'yingchi. Mana. Qo'y. Men hozir ko'chani borib zombilarni qornim ochdi. Ovqat beraymi? Sabzi bor. Yetellarni qishloqlarni kirgizmaslik kerak. Zombilar yeb ketsa agar ko'rasiz keyin. Menmi? Yo'q, yetellar o'zi ko'radi-da ko'chada yurish. Kimdir otdimi? Bilmayman. Ana yerda hali quyosh tushmabdi. Men non yasashga sabzi anaqa qilib olganman. Men uni olyapman, bug'doylarni polni tozalayman hozir. Hamma narsani bu qishloqda mer yo'qmi? Merman. Yo'q. Qishloqqa bu aytdim-ku, men sotib olganman. Men shunga merman. Merda ismi nima edi? Oldingi merman. Janob mer. Ismini qarang. Ismi bo'ladi-ku baribir. Mer anu. Men aytdimmi ismi? Jahongir xo'ja. Jahongir. O'zi o'yinchi edi, hozir boshqa qishloqqa ketgan. Qishloqsiz qolganmi shunda? Qani yuringchi. Yo'qlar. Ko'raylikchi zombilar bormi? Zombilarning terisini ham yesa bo'ladi akincha. Rostdan. Tezroq to'ydiradi. U nima bo'lsa ham skelet chiqmasin. Skelet yomon. Undan suyak olib anaqalarni o'stirsa bo'ladi. Creeper ko'rdim, shunga siz Creeperda tentiqsa bo'ladi. Qayerga ketdingiz? Men bu yerda fermalarni to'g'rilayapman. Kechqurun qilardikmi? Kechqurun qilmasak bo'lmasdi-ku qishloq. Yo'q, men 2 blokka sakrab chiqdim. Yo'q. Bu bilmayman, bugman. Bug bo'lsa kerak, chunki 2 blokka sakrab chiqishda imkoni yo'q-ku. Inajon zombilar keldi. Uyimizning oldida tezroq kelmasangiz bo'lmaydi. Mana qo'raman boqa. Men kelib yonchasiga sakraganim 2 blokka jonim ketmadi. Uyi oldiga keling tezroq, ey. Zombilar hujum boshlashdi. Kelib buzib o'raman. Bo'ladi bor. Bolalar, uzilmang, kirolmadim chunki meni zombilar admin oldiga olib ketishdi. Admin menga ban berdi. Endi kirolmayman, nechungadir bilmayman. Hozir men Firdash aka
anaqa indirbolarning yordamida turibman, indirbolakalarni odamini. Bu meni qishlog'imda hali hech nima yo'q, chunki bular akamni ham o'ldirdi, meni ham o'ldirdi. Endi men berganman menga bir necha kunlarga. Endi men chiqmayman ko'pga. Vallahi eshitdinglarmi? Admin Ender Brian'ga ban berdi. Zombilar chunki u zombilar uni quvlab adminni territoriyasigacha bordi. Admin unga ban berdi. Hammaga xayr. Sizlarni videoda ko'rganimda xursandman. Bu videoda normalniy prosmotr, like bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga xayr.